Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Siz bilan o'qituvchingiz Usmonova Nodira Bahodirovna. Bugun biz siz bilan 4-sinf ona tili darsining sifatlarning imlosi mavzusini o'rganamiz. Azizlar, YouTube'da to'liq va batafsil video darslarimni joylab boraman. Agar bu darslar sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting. Aytgancha, men Instagramda ham faoliyat olib boraman. U yerda o'zimning metodikalarimni ulashaman. Sinfingiz jamoasi bilan birgalikda ajoyib do'kon o'yinini o'ynang. 67-mashq. So'zlar tarkibidagi o'zgarishlarni bilib oling. Ko'chiring, sifatlarning asos va qo'shimchalarini belgilang deb topshiriq berilgan. Sifatlarga mos otlar tanlab, 6 ta so'z birikmasini tuzib yozing deb topshiriq berilgan. Chizmaga yaxshilab qaraymiz. Qayna, quvna, porla. Bu so'zlarimiz fe'l so'z turkumiga mansub so'zlardir. Ular e'tibor bergan bo'lsangiz a unlisi bilan yakunlanmoqda. Agarda biz mana shu fe'llarga q so'z yasovchi qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, qaynoq, quvnoq, porloq sifatlari hosil bo'ladi. Yana bir muhim qoida. A bilan tugagan fe'llarga q so'z yasovchi qo'shimchasini qo'shganimizda, mana shu a unlilarimiz o unlisi bilan tovush almashadi. Bu haqida avvalgi darsimda aytib o'tganman. Topshiriqni to'g'ri bajarganligingizni tekshirib oling. Qayna, qaynoq, quvna, quvnoq, porla, porloq. Demak, fe'llardan ham sifatlar yasash mumkin ekan. Mana shu sifatlarga otlar tanlab, quyidagicha so'z birikmalarini yozish mumkin. Qaynoq suv, qaynoq choy. Quvnoq bola, quvnoq kayfiyat. Porloq kelajak, porloq yulduz. Yodingizda tuting, sifatlar ba'zida belgini ozaytirib yoki kuchaytirib bildiradi. To'q qizil, tim qora, ko'm ko'k, qip qizil sifatlari belgini kuchaytirib ko'rsatadi. Och pushti, och sariq, sarg'ish, oqimtir kabi sifatlar belgini ozaytirib ko'rsatadi. 68-mashq. Juftlab berilgan so'z birikmalarini o'qing, ma'nosidagi farqni ayting. Tiniq suv, tip tiniq suv. Tiniq suv deganimizda suvning asl belgisini, tiniqligini aytamiz. Agar tip tiniq suv deydigan bo'lsak, bu suvning juda ham tiniq ekanligini gapiramiz. Ya'ni belgini kuchaytiramiz. Mana kuchaytirilgan sifatlarimiz orttirma sifat deyiladi. Yashil qir, yam yashil qir. Yashil qir deganimizda qirning yashilligini aytamiz, ya'ni asli sifat. Yam yashil deydigan bo'lsak, juda yashil, ko'zga yaqqol tashlanadigan yashil rang haqida gap ketyapti. Demak, bu ham orttirma sifat ekan. Oq ko'ylak, oppoq ko'ylak. Oq ko'ylak deganimizda ko'ylakning asl rangi oqligi haqida gapirilmoqda. Demak, bu asli sifat. Agar oppoq ko'ylak deydigan bo'lsak, juda oq demoqchimiz. Demak, oppoq so'zi orttirma sifat. Katta bola, kap katta bola. Katta sifati bu asli sifat. Kap katta esa juda katta deyilmoqda. Demak, bu ham orttirma sifat ekan. Qizil mato, qip qizil mato. Qizil mato deganimizda matoning rangi qizilligi haqida gap ketmoqda. Demak, matoning asl belgisi, asli sifat ekan. Qip qizil mato deganimizda esa matoning juda ham qizil ekanligi haqida gap ketmoqda. Demak, qip qizil sifati orttirma sifat. Qora sandiq, qop qora sandiq. Qora sandiq deganimizda sandiqning rangi qora ekanligi aytilmoqda. Demak, asli sifat. Qop qora sandiq deydigan bo'lsak, sandiqning rangi juda ham qora ekanligini ta'kidlayapmiz. Demak, qop qora sifati orttirma sifat ekan. Pushti gul, och pushti gul. Pushti gul deganimizda gulning asl belgisi, gulning rangi haqida gap ketmoqda. Ya'ni asli sifat. Och pushti gul deydigan bo'lsak, bu yerda sifat kuchaytirib, orttirib aytilayotgani yo'q. Aksincha,
Kamaytirilgan och pushti, ya'ni to'liq pushti emas, sal ochroq demoqchimiz. Demak, bu ozaytirma sifat ekan. Sariq barg, sarg'ish barg. Sariq barg deganimizda bargning asl rangi, sarg'ish barg deydigan bo'lsak esa sarg'ish, to'liq sariq emas, sal sariq. Demak, bu ham ozaytirma sifat ekan. 68-mashqdan quyidagicha xulosa chiqaramiz. Asli sifatlar, ya'ni sifatlarning oddiy darajasi bevosita shaxs yoki narsaning belgisini bildiradi. Masalan, shirin, uzun, oq, qora, qizil, achchiq va hokazo. Ozaytirma darajadagi sifatlar belgining me'yordan kamligini ifodalaydi. Masalan, biroz xira, qoramtir, sarg'ish, kichkinagina va hokazo. Orttirma darajadagi sifatlar esa belgining me'yordan ortiq ekanligini ifodalaydi. Masalan, juda katta, g'oyat ulkan, nihoyatda chiroyli va hokazo. Yodingizda tuting, sifatlar doimo quyidagicha yoziladi. To'ppa-to'g'ri, kap-katta, sap-sariq kabi sifatlar chiziqcha bilan yoziladi. Oppoq, ko'kimtir, sarg'ish kabi sifatlar esa qo'shib yoziladi. To'q qizil, och pushti, tim qora kabi sifatlar ajratib yoziladi. 69-mashq. Q sifat yasovchi qo'shimchasi orqali fe'ldan sifat yasab gaplar tuzing. Ushbu gaplardan qisqa matn tuzing deya topshiriq berilgan. Avvalgi mashqlarda bilib olgansiz, fe'llarga q sifat yasovchi qo'shimchasini qo'shib sifatlar yasash mumkin ekan. Demak, tarqa fe'liga q sifat yasovchi qo'shimchasini qo'shsak, tarqoq sifati hosil bo'ladi. Quvna fe'liga q sifat yasovchi qo'shimchasini qo'shib, quvnoq sifatini yasaymiz. Qayna fe'liga q sifat yasovchi qo'shimchasini qo'shib, qaynoq sifatini hosil qilamiz. Aziz o'quvchilar, mana shu tarqoq, quvnoq, qaynoq sifatlari ishtirokida gaplar tuzing. Tuzgan gaplaringiz ishtirokida esa kichik bir matn tuzib yozing. Masalan, berilgan sifatlarga quyidagicha gaplar tuzib yozish mumkin. Birinchi gap, hovlida tarqoq barglar ko'p edi. Ikkinchi gap, bolalar maydonda quvnoq o'yin o'ynashardi. Uchinchi gapimiz, dasturxonga qaynoq sho'rva tortildi. Endi mana shu tuzgan gaplarimiz yordamida kichik matn tuzib yozamiz. Matnga sarlavha qo'yamiz. Masalan, men ajoyib kun deb sarlavha qo'ydim. Hovlida tarqoq barglar ko'p edi. Bolalar esa quvnoq o'yinlar o'ynab, atrofni kulgi va shodlikka to'ldirishardi. Shu payt oshxonadan yoqimli hid taralib, dasturxonga qaynoq sho'rva tortildi. Bu manzara kunning iliq va zavqli o'tishiga yanada fayz bag'ishladi. Qadrli o'quvchilar, siz ham mana shunday qilib gaplar tuzing. Tuzgan gaplaringiz yordamida esa mazmunli matn yozing. 70-mashq. Topishmoqlarni o'qing, sifatlarni o'zi bog'langan so'z bilan yozing deya topshiriq berilgan. Topishmoqlarni diqqat bilan o'qing, javoblarni toping. Har bir topishmoqdagi sifatlarni aniqlab, daftaringizga faqatgina o'zi bog'langan so'z bilan birgalikda so'z birikma tarzda ko'chirib yozing. Uni pishirsang, bo'lar shirin osh. Pishirmasang, bo'lar qip-qizil tosh. Topishmoqning javobi pomidor. Ushbu topishmog'imizda shirin hamda qip-qizil so'zlari sifat so'z turkumiga tegishli. Shirin sifati osh so'ziga bog'lanib kelgan. Shirin osh. Qip-qizil sifati esa tosh so'ziga bog'lanib kelgan. Qip-qizil tosh. Yum-yumaloq oy emas, sapsarig'u moy emas. Dumi ham bor, toy emas. Topishmog'imizning javobi sholg'om. Ushbu topishmog'imizda yum-yumaloq sifati oy so'ziga bog'lanib kelgan. Yum-yumaloq oy. Sapsarig'u sifati esa moy so'ziga bog'lanib kelgan. Sapsarig'u moy.
Yer tagida oltin qoziq, u hammaga bo'lar oziq. Topishmog'imizning javobi sabzi. Ushbu topishmoqda oltin so'zi sifat so'z turkumiga tegishli. U qoziq so'ziga bog'lanib kelgan. Oltin qoziq. To'ni silliq, tuki yo'q. Ichi qizil, ko'ki yo'q. Uni cho'qiyolmas chumchuq. Berilgan topishmog'imizning javobi tarvuz. Silliq, qizil so'zlari sifat so'z turkumiga tegishlidir. Silliq sifati to'ni so'ziga bog'lanib kelgan. To'ni silliq. Qizil sifati esa ichi so'ziga bog'lanib kelgan. Ichi qizil. 71-mashq. Bosh qotirma savollarga javob yozing. Birinchi bosh qotirmamiz. Chiydan oldin kelsa gul, dordan oldin kelsa gul. Qaysi so'z hosil bo'lar? Ayting, buni kim bilar? Menimcha bosh qotirmaning javobini topdingiz. Ikkinchi bosh qotirmamiz. Tuzli, tuzsiz, tuzla, tuzlar. Topingchi, qanday so'zlar? O'ylab ko'ring. Demak, birinchi bosh qotirmamizning javoblari gulchi, guldor so'zlari. Ikkinchi bosh qotirmamizning javobi esa asosdosh so'zlar. Bugungi uyga vazifa 72-mashq. Quyidagi maqollarni o'qing, so'roqlar yordamida sifatlarni topib, o'zi bog'langan so'z bilan birga ko'chiring. Maqollarning ma'nolarini ustozingizga izohlab bering. Har bir maqoldagi sifatlarni aniqlab, o'zi bog'langan so'z bilan birgalikda daftaringizga husnixat asosida ko'chirib yozing. So'z birikmalarini yozgan bo'lsangiz, tekshirib olamiz. Birinchi maqol. Yaxshi yurt tuzadi, yomon yurt buzadi. Bu yerda kishi so'zi yashirinib olgan. Ya'ni yaxshi kishi yurt tuzadi, yomon kishi yurt buzadi. Shu sababli so'z birikma tarzida yaxshi kishi, yomon kishi deb yoziladi. Navbatdagi gapimiz. Yaxshidan bog' qoladi, yomondan dog'. Bu yerda ham kishi so'zi yashirinib olgan. Yaxshi kishidan bog' qoladi, yomon kishidan dog' qoladi. Demak, bu yerda ham yaxshi kishidan, yomon kishidan deb so'z birikma tarzida yozsak ma'qul bo'ladi. Navbatdagi maqolamiz. Dono o'ylab gapirar, nodon o'ynab. Bu maqolda ham kishi so'zi yashirinib olgan. Dono kishi o'ylab gapirar, nodon kishi o'ynab. Demak, so'z birikma tarzida dono kishi, nodon kishi deb yozsak ma'qul bo'ladi. Yomonning bog'i ko'karmas. Ya'ni yomon kishining bog'i ko'karmas. So'z birikma tarzida ham yomon kishining deb yozamiz. Dangasaning bahonasi ko'p. Ya'ni dangasa kishining bahonasi ko'p. So'z birikma tarzida dangasa kishining deb yozamiz. Halol ish, lazzatli yemish. Demak, bu maqolamizda hech qaysi so'zlarimiz berkinib olmagan. Sifatlarimiz aniq, bog'lanadigan so'zlar ham aniq. Halol sifati ish so'ziga, lazzatli sifati esa yemish so'ziga bog'lanib kelgan. Halol ish, lazzatli yemish. So'nggi maqolamiz. To'g'ri o'zadi, egri to'zadi. Bu yerda kishi so'zi berkinib olibdi. To'g'ri kishi o'zadi, egri kishi to'zadi. So'z birikmasi tarzida to'g'ri kishi, egri kishi deb yozamiz. Hurmatli o'quvchilar, agar siz ham mana shunday yozgan bo'lsangiz, aqlingizga tasanno, sizga 5 baho. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan kelgusi darslarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling deb qolaman.